avvalini ham oxirini ham biladi. Hop. Qanaqasiga o'zini tushunmayapman deb. Yo'q, tushunish uchun boshida aytdim-ku, shayton o'sha inkor qiluvchida inkor qilsangiz hech narsani tan olmaslik imkoniyati bor. Odam qandaydir odamgarchilikdan kechirsa, Xudoni kechirishi cheksiz bo'lishi kerak. Aqlga sig'maydigan darajada. Bu yerda boshqa narsa bor. Alloh taolo kim aytdi sizga? Siz Allohmisiz? Pedofiliyani kechiradi, nega shirkni kechirmaydi? Keyin bitta olma uchun tashavvuratda butun insoniyatni gunohini kechiradi. Bu mantiqsizlik haqiqatan. Sizdagi mantiqsizlikda. Sizdagi mantiqsizlik. Asli tagida mantiq turibdi o'zi. Men aynan islomiy filosofiyaning mantig'i bilan ertalabgacha bahs qilaman xohlasangiz. Sizlar dunyoni o'zidan o'zi bo'lib qolgan. Savol beryapsiz, javob olmayapsizlar-ku. O'sha bo'lyapti. Kasha bo'lyapti. Ne? Maugli baqirdimi? Robinson Cruzo Jumovoy topib olganda Jumovoy bilan gaplashadi-yu, shunaqa gaplashyapman sizlar bilan. Jumovoy aka, siz o'ylagan kichkinagina oroldan tashqarida katta dunyo ham bor. Sizni falsafangiz bilan hammani kechirishga Alloh majbur emas. Odam dunyoga chiqmasa, siz men tug'ilmas edik. Odam jannatda yuraverardi. Siz bilan meni dunyoda qiyomat Nimaga eshitmayapsiz? Nimaga eshitmayapsiz? Men filologman deyman sizga. Filolog degani olqi sevadi deganimi? Yo'q, hozir siz nechta savolni beryapsiz-da, hammasiga menga bitta javob ber deyapsiz. Qaysi savolingizga javob beray? Shu arablar haqida javob bera qoling. Arablar haqida bir savol berdi-yu. Siz o'zingizni kim sifatida hozir aniq qilasiz? Bloger sifatidami yoki kim sifatida aniq qilasiz? Aniq qilasiz nima degani? Aniq qilasiz degani nima degani u? Ahvolinglarni hamma ko'rib turibdi. Majbur bizni tolerant bo'lgani? Yo'q, majbur emassiz. Siz maymunga ham turmushga chiqavering. Men majburlayotganim yo'q. Ko'rsatyapman odamlarga. Shubha sizda tug'ilsa, o'sha manbani asl nusxasidan o'rganiladi. Asl nusxasini o'qiladi, tilini o'rganiladi. O'shandan keyin chiqib aytiladi. Qayerda olma yegan degan. Olma yegan degan joyi yo'q. Qur'onda ham yo'q, hadisda ham yo'q. Konkretni meva yegan, to'g'rimi? Ha, taqiqlangan daraxtdan yeb qo'ygan. Mana bu to'g'ri. Har bitta jumlaning e'tibori bor. Daraxtdan yeb qo'ygan. Aynan, ha. Keyin yemanglar deb aytgandim. Sizlar yedilaring degan. Keyin uzr so'ragan. Keyin xullas yerga sizlarga hayot qilib beraman. Keyin oxiratda kalbi degan, to'g'rimi? Sal boshqacharoq. Ya'ni siz hozir savol shaklini tuzishingizda o'zingizdagi bazadan foydalanyapsiz. Sal boshqacharoq. Yo'q, meni maqsadim bironta bitta gapdan ushlab olish emas, men umumiy qilib aytyapman. O'sha umumiyni to'g'ri aytish kerak. Siz mendan so'rang, qanday bo'lgan deng, men sizga aytib beray. Bunday aytchi qisqacha qilib, men shunday savol beraman-da, men o'ylaydigan savol. Bo'ldi, tamom. Alloh taolo Odam alayhissalatu vassalomni yaratdi. Yaratish o'zi tarix kitoblarimizda deyarli barchasi badul xalq degan gap bilan boshlanadi. Yaratilishning boshlanishi qanday bo'lgan? Bu tushuncha, bu tortishuv eskidan qadimdan mavjud. Arastu buni tortishardi, Sokrat buni tortishardi, hamma faylasuflar tortishgan qadimdan. Islom nima dedi? Yaratilishni yaratuvchisi bor dedi. Alloh yaratdi dedi. Aka ishlamayapti mana. Siz ana fayz qiling va fayz oling. O'zingiz va fayz. Alloh yaratdi, hamma narsani yaratdi va borliqni, mavjudotni hammasini uchun, masalan, yer yuzida inson yaratish uchun qolgan narsalarni yaratdi. Inson uchun, inson asosiy faktor. Inson asosiy muqaddasot. Alloh yaratgan narsalar ichida insondan komili yo'q yer yuzida. Mana shu barcha ya'ni boshqa faylasuflarning fikrlarini barbod qiladi bu ishlar. Nimaga barbod qiladi? Insondan afzal maxluqot yo'q yer yuzida. Agar tasodiflar bilan, evolyutsion nazariya bilan, agar ya'ni taxminiy tanlanish bilan bo'lganda insondan afzal maxluqotni ko'rardik biz. Insondan afzali yo'q. Endi odamni yaratdi, tuproqdan yaratdi. Tuproqdan yaratdi, bo'ldi-da, inson bo'ldi. Allohning qudrati. Biz borliqni yaratgan zotni insonni yaratishligidagi qudratiga shubha qilmaymiz. Keyin odamni o'zidan Qur'onda keladi, uni juftini yaratdi, Havvoni yaratdi. Hadisda keladi, qovurg'adan yaratildi degan. Masalan, odamni o'zidan olib yaratdi degani odamni qovurg'asidan yaratdi.
Bu joyda bir qancha majozlarni aytadi bizning ulamolarimiz. Qovurg'adan nima uchun yaratdi? O'zidan yaratdi. Chunki inson o'zidan bo'lgan jinsga talpinadi. Inson loydan yaratilib, uni jufti shishadan yaratilgan deydi, loy bilan shisha kelishmas edi. Ya'ni bir-biriga tortilmas edi. Qovurg'adan nima uchun yaratdi? Qalbiga eng yaqin joydan yaratdi. Mana shunga o'xshagan falsafalarni aytadi islom falsafasi. Va Havvo bilan Odam alayhissalom shunday yaratildi. Ular jannatda yurdi. Endi o'sha jannat haqida ham butun musulmonlarga qiyomatda va'da qilinayotgan jannat emas u. Alohida jannat bog' degani o'zi. Bir bog', u qaydaydi, qanaqaydi, u haqida tafsilot yo'q. Lekin bizda islom ulamolarimiz u jannat alohida jannat deyishgan. Alloh taolo uni yo'qotib yubordi keyin deyishgan. Va o'sha jannatda bir daraxtdan boshqa narsadan iste'mol qilishga ijozat berdi. Odam bilan Havvo onamiz o'sha joyda rohat yashashdi. Keyin shayton azaldan dushman edi. Odamni yaratilgan kunidan dushman edi shayton. U aslida boshqa maxluqot edi. Alloh taolo keyin uni shayton deb nomladi. Shayton bu mardud degani, ya'ni inkorchi. Qiziqroq gapda, inkorchi. Esingizda tursin, bu gapni eslataman sap turib. Shayton nimaga inkorchi? Keyin shayton kelib Odam alayhissalomga aytdiki, mana bu daraxt san uchun nimaga taqiqlangan bilasanmi dedi. Odam yo'q dedi. Agar bundan yesang dedi, jannatda abadiy qolib ketasan dedi. Ana shu abadiy qolmasliging uchun bundan taqiqlangan dedi. Odam jannatda Allohning rahmatida abadiy yasharkanman deb o'ylagan ishtihod bilan, ya'ni o'zini fikri bilan undan yeb qo'ydi. Yegandan keyin taqiqlangan narsani yegan bo'ldi. Jannatda noloyiq ish paydo bo'ldi. Ya'ni insondan axlat chiqishi boshladi. Chunki jannatda axlat bo'lmaslik kerak edi. Endi mana shu yerda ham bir majoziy gap gapirishadi islom faylosuflari. Alloh taolo keyin Odam alayhissalomni qilgan ishlarini o'zi biladi, lekin nimaga yeding deb so'radi. Men endi shu abadiy qolaman deb o'ylabman, rahmatingda dedi Odam. Tavba qilaman dedi. Endi dedi, dunyoga chiq, imtihon hayoti boshlanadi. Seni hayotda o'zingni zurriyotlaringni imtihon qilamiz. Qaytib yana menga kelasizlar dedi. Hisob kitob qilamiz, abadiy jannatga keyin kiradi, qolgan qoladi. Kichikroq falsafa shu. Endi bering savolingiz. Endi bu ishonmasi bizga bog'liq. Bu gap sizni bo'ldim domla. O'sha joyda odam o'tib uzr so'raganmi? Chiqqandan keyin, yer yuziga tushgandan keyin Odam alayhissalom yer ovoz uzilib kelyapti, faqat mengami? Endimi? Endi yaxshimi? Chiqqandan keyin kechib so'ragan Alloh. Endi yaxshimi? Endi eshitilyaptimi? Jannatdan chiqqandan keyin istig'for aytgan. Odam alayhissalom yer yuzini boshqa bir tomoniga, masalan, o'sha Shri Lanka degan tomonlarga tushgan. Havvo onamiz boshqa tomonga tushgan. Ba'zi asarlarda 200 yil bir-birlarini izlashgan ular. Arafat tog'ida ko'rishgan keyin. Odam alayhissalom haqida Qur'onda oyat bor. Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin degan duoni qilganlar. Robbana degani Parvardigoro bizni shu joyga yetadi domla. Xo'p. Uzr gapim. Xo'p. Shu joygacha yetadi. Men savolimga ovozingiz eshitilmay odam o'tib uzr so'raganmi? Xudodan kechir, bizni bilmay yeb qo'ydik deb yo'qmi? So'ragan. Yer yuziga chiqqandan keyin so'ragan. Endi meni savolim shundan iboratki, hop Alloh shunday qilib ana qilib yemang, shu mevani shu daraxtdan yemanglar debdi. Keyin shayton yo'ldan uribdi. O'sha narsani Xudo hammadan shayton yo'ldan urayotganini, bu o'zi uchun o'zi isbot borda. Keyin uzr ham so'raganda odam bunday qarasa, kechir bizni bilmay qilib qo'ydik deganda, keyin yerga binat o'rganda. Yo'q, yerga oddiy inson hayotidan misol bo'lsak, mana xato ketyapsiz-da. Yo'q, xato to'g'rilab qo'yaysiz-da. U jannatda turib uzr so'ramagan u. Yer yuziga tushgandan keyin uzr so'ragan. Farqi bor-da. O'sha o'ynaysiz-ku, yeb qo'ygandan keyin uzr so'raganman desam, ha dedingiz. Yerga tushgandan keyin dedim. 3 martalab, 5 martalab qaytardim. Zapsda turibdi, mana jonli efir ketyapti Facebookda, Instagramda. Yerda tushgandan keyin yo'q, Xudoni jannatda ham ko'rmaydi.
Shunday menga qarab uzr so'raganman. Alloh uni yaratganligini biladi. Mana shu falsafalarda ya'ni boshlang'ich tushunchalarda bo'shliq borligi uchun mantiqiy uzilish borda sizda. Siz Alloh subhanahu va taoloni inson ko'zi bilan ko'rishi mumkin emas yer yuziga tushgandan keyin. Inson ya'ni moddalar bilan aloqaga kirish uzr so'ragan yerga tushgandan keyin deyapman. U jannatda yurgan paytida bu xatoni qildi. Xato qilganligi uchun Alloh taolo uzr so'ragan deyapman. Masalan, yana Timurli eng aziz mavjudot chuqurlashmaylik domla, men unday chuqurlashib bitta so'zingizdan ayb topib ayrog'ishlab olmoqchi emasman. Men aytmoqchi bo'lganim, Alloh shuni bilgan, shayton yo'lni, umuman shayton nima qilib yurgan jannatda u Xudoni ishonchini qozonmagandan keyin-da misol. Yo siz yo o'tkazmang javobini oling. Bitta misol keltiraman-da. Siz javobini oling-da, siz bitta misol keltiraman-da. Xo'p. Gapni bo'lmang domla, savolini tushunib olasiz, keyin javob berasiz. Bering, savol tushunarli bo'lsa. Hayotdan bo'lsa, bitta katta bog'is bo'lsa, o'shada qandaydir meva bo'lsa, kimdir kelib yesa-chi, hatto odamzodda odamgarchiligi bo'lsa, kechirib yuboradi. Voy, birodar, bir og'iz so'rab olgan desa, mayli, bitta olma emas, mana 10 ta olma berdim deydi. Endi misol tariqasida olma deyapman-da. Kechiradi-da. Nimaga Xudo shunchalik hammasini bilib yana shayton yo'ldan urganini bilib, uni nakazaniya sifatida yerga tashlayapti. Rahoy endi bu sinov degan tomoni ham bor. Sinov deyiladi, unga olgandagi sinov bo'lgan taqdirda ham Kim gapiryapti? Hamma narsani bilib turib. Oxirini ham, avvalini ham, oxirini ham biladi. Xo'p. Qanaqasiga bu sinov tushunmayman deb. Ham bilib. Yo'q, tushunish uchun boshida aytdim-ku, shayton o'sha inkor qiluvchida, inkor qilsangiz hech narsani tan olmaslik imkoniyati bor. Lekin insof bilan samimiy eshitsangiz, insoniy mantiq bilan tushunsa bo'ladigan ko'p narsalar bor. Birinchidan, Alloh taolo odam emas. Odamlarga qo'yilgan mezonni Alloh taologa qo'yilmaydi. Alloh taolo haqida Qur'oni Karimda laysa kamithlihi shay. O'shaning uchun aytyapman, men odam bilan misol keltirganim sababi, domla, odam bilan misol keltirganim sababi, odam qandaydir odamgarchilikdan kechirsa, Xudoni kechirishi cheksiz bo'lishi kerak. Aqlga sig'maydigan darajada. Albatta. Qahri ham bor-da, qahri ham bor. Bu yerda boshqa narsa bor. Alloh taolo kim aytdi sizga? Siz Allohmisiz? Alloh nomidan gapirishga. Siz javob eshitmayapsizlar-ki? Qani madaniy suhbat? Shunga qo'shib berib ketasiz-da. Qani madaniy suhbat? Qani madaniy suhbat? Men hamma savolga javob beraman, bemalolman. Ertalabgacha gaplashaman xohlasanglar. Unga zaryadga qo'ying. Zaryad. Qarangda, bitta olma uchun kechirmaydi-da odamlar. Unaqa narsa emas, unaqa emas. Noto'g'rida, singlim. Eshitib oling, domla, uzib to'xtab. Noto'g'ri siz falsafani kechiradi, pedofiliyani kechiradi, nega shirkni kechirmaydi? Keyin bitta olma uchun tashlab yuboradi, butun insoniyatni gunohini kechiradi. Bu mantiqsizlik haqiqatan. Sizdagi mantiqsizlik-da. Sizdagi mantiqsizlik. Asli tagida mantiq turibdi o'zi. Islomiy mantiq filosofiyada mantiqsizlik ko'p, lekin islomiy filosofiyada juda ham mantiqsiz. Men aynan islomiy filosofiyaning mantig'i bilan ertalabgacha bahs qilaman xohlasangiz. Ertalabgacha. Sizlar dunyoni o'zidan o'zi bo'lib qolgan. Savol beryapsizlar, javob olmayapsizlar-ku. Savol beryapsizlar, javob olmayapsizlar-ku. Yo, jonli ketyapti, hammanglarni eshitib turibdi. O'zbekcha gapirayotgan ateistlarning madaniyatini hamma ko'rib turibdi. Birinchi o'rinda Bismillah. Mayli, birinchi o'rinda siz savolga iloji boricha oddiy javob bering. Nimaga menga oddiy javob berishim kerak? Siz menga aylantirib, kasha-malasha qilib savol beryapsiz. Sizni savolingizni to'g'rilamasdan oddiy javob berib bo'lmaydi. Hech qanaqa cho'tki emas. Hech qanaqa cho'tki emas. Alloh taoloni odamga misol qilyapti. Qattiq cho'tki savol. Iltimos. Vallahi yomon bir gapni aylantirar ekan. Qani men gapirganim yo'q, qanaqa aylantiraman? Men gapirganim yo'q, qanaqa nimani aylantiraman? Odamga tenglashtirayotganda yo'q. Savolga javob bering, argument va fakt. Argument va faktni savollar to'shni qisqa cho'tki javob berish kerak-da uning uchun. Savolinglarda mantiqi yo'q. Uzun ming bor uzun gaplarni bo'ldim. Ming bor uzun gap. Bilan bo'ldim. Abror aka, assalomu alaykum, hormaysiz. Alaykum salom. Biz siz bilan kecha gaplashuvdik soat 11larda, o'ta aynan siyosat va din haqida gaplashuvdik siz bilan. Siz gapirayotgan joyimda qaysidir chatda meni ovozimni o'chirib qo'yishdi. Meni gruppadan chiqarib olishdi, okey? Kecha sizda bo'lsa kerak gaplashganimiz. Esimda bor, yozuvda turibdi hammasi siz bilan nima gaplashganlarimiz.
Siz tuhmatlarni qilib, tuhmat odamlarga umumiy tuhmatlarni qilyapsiz-da. Okajon, men tuhmat deganim yo'q. Tuhmat qildingiz. Men obyektiv tarafda qarayman. Obyektiv deb o'yladingiz. Men jamiyatda radikallar Yo'q, yo'q. shu haqida gap. Siz aytdingizki, imomlar qo'rqadi, haqiqatni ayta olmaydi dedingiz-da. Masjidda men ham imomga qarshi gapira olmadim dedingiz. Siz bilan gaplashganimiz turibdi. Sizlar hozir savolga javob olmasdan turib yangi mavzu ko'taryapsizlar. Maqsadinglar nima? Butun boshli, mana mingdan oshiq Instagramda odam kutib turibdi. Mingdan. Men boshqa odam bilan gaplashyapman hozir. Men boshqa odam bilan gaplashyapman hozir. Yo'q, men hozir chiqib ketaman. Yo'q, men boshqa odam menga savol bergan. Yo'q, siz xohlasangiz keling meni ofisimga yuzma-yuz jonli qilib gaplashamiz siz bilan. Siz gapingizga javob bera olmadingiz kecha. Mana shu yerda gaplashavering mana bu. Unga ham imkon yo'q. Menga savol bergan odamga javob beraymi yo'qmi? Qanaqa kashamalashasizda? Savolinglarga javob olasizlarmi yo'qmi? Kasha bo'lyapti. Kasha bo'lyapti. Gap ichida qolmasin deyapti. Men kecha gapirib Maugli baqirdimi? Mayli. Mahbubiy Bahodir Hasanov ikkalanglar gaplashib olaylik. Nima degani? Birinchi savolga nima bo'ladi? Birinchi savolga qani savol javobimiz? Yo'q, men savol beruvdan javob bermayapsiz-da. Nimaga men javob beryapman, to'xtatib yangi savol berishyapti. Javob beryapman, to'xtatib Bahodir degani kirib olyapti. Iloji boricha shunday bir nechta so'z bilan javob bering. Javob beryapman. Shunday yaratgan Xudo, gapini eshitgan odamni shunday yaratgan Xudo, kechiruvchi odamlar bor-da hayotimizda hozir ham. Masalan, nimadir bo'lsa seni kechirdim deydi, qarzingni kechdim deydi. Odamgarchilik bor-da odamlarda misol. Odamgarchilikni undan ham 1 million barobar yuqori bo'lish kerak. Yo'q. Kechirish kачествоsi, kechirish xislati. Xo'p, Nima uchun kechirib mana shu yema deyuvdim. Mayli bir marta xato qilsam, keyingi marta qaytarilmasin deb. Nimaga shaytonni chiqarib yubormagan xalaq qilmasin deb. bu hammasi hikmat. Mana eshitmayapsizlar. Endi Mana eshitmayapsiz. Hech yomon narsalar bo'lib, ochdan o'lib, vaynalar bo'yotibdi-da. Jumovoy aka, Nima uchun? Jumovoy aka, unaqa demang. Robinzon Kruzo Jumovoy topib olganda Jumovoy bilan gaplashadi-yu, shunaqa gaplashyapman sizlar bilan. Jumovoy aka, siz o'ylagan kichkinagina oroldan tashqarida katta dunyo ham bor. Sizni falsafangiz bilan hammani kechirishga Alloh majbur emas. Alloh Odam alayhissalatu vassalomni shaytonning vasvasasi bilan o'sha narsani yeb dunyoga chiqishligini bilardi. Bu imtihon, hikmat dunyosi edi. Odam dunyoga chiqmasa, siz men tug'ilmas edik. Odam jannatda yuraverardi. Siz bilan meni dunyoda qiyomat Nimaga eshitmayapsiz? Nimaga eshitmayapsiz? Savolingizni eshitib bo'ldim men. Nimaga oxirigacha eshitmayapsiz? Nimaga oxirigacha eshitmayapsizlar? Internet yomon. Kimdadir o'ta chiqib ketinglar. Bo'lma chiqib ketsin. Savol berib, ustiga savol berib, bunaqa ketaversa bo'lmaydi. Birda. Bilan ikkimi? Parol yetdi. Izlanganmizda, Ko'rib turibdi. Ko'rib turibdi. shaxsiy tanlovda biz Bemalol. emasmiz, dinga sig'inishgan Kim majbur deyapti? Xohlasangiz maymunga turmushga chiqing. Xohlasangiz maymunga turmushga chiqing. Kim sizni ushlab turibdi? Majburlayotgani yo'q sizlar. Savol berganda madaniy javobni eshitish kerak-da. Savol beryapsizlar, javob bersam bittasi kirib yangi savol beradi. Uni alohida mavzu qilamiz xohlasanglar. Mana yangi mavzuga sakrashinglardan chunchuq chittak. Xohlasak bo'ysunamiz, xohlamasak yo'q. Kim aytyapti bo'ysuning deb? Og'irligi tushmaslik kerak. Hech kimga og'irligi tushayotgani yo'q. Albatta bo'lgan taqdirda ham o'zimizga o'zimiz javob beramiz. Nima kerak bor bu bahslarni? Kim sizlarni majburlayapti? Har kimni o'zini yashashni Bemalol xohlagan axlat yeb yashasin, xohlagan toza hayot tanlasin. Hech kim majburlamaydi. Hech kim majburlayotgani yo'q. Savol beryapsizlar. Javobinglarda. Odamni lashodi bitta bo'lmaganda 11 yillik ta'limni xuddi shu bilan o'tkazmasdi butun dunyo bor-ku. Nimaga? Shuni o'zgartirib odamlardan yaratilgan Xudo yaratgandi. Fizika, matematika hammasi shunday bo'lardi. Mantiqingizga qoyil. Endi maqsadi odamlarga Mantiqingizga qoyil. bo'lmasdan biz bilan bahs qilyapsiz. Shuni tushunmayapman-da. Savol bersanglar javob beryapman, javobni eshita olmasdan yangi mavzu ko'taryapsizlar.
sizlarni madaniyatsiz ekanliklarini, ilmdan ancha uzoq, fandan ancha uzoq ekanliklarini ko'rsatish. Xudo qilgan degan joyi yo'q. Shuning uchun biz Hop, ishonishga sizga savol. Dunyo qanday paydo bo'lgan? Gapirmasa deb borib qo'ydim aytib ketaman. Dunyo qanday paydo bo'lgan? Bo'lmasa. Aka, mana shu savolim yana bir marta. savollarim. Dunyo qanday paydo bo'lgan? Siz bemalol aytaverasiz, savollaringizga javobni Google'da bor. Kitobda bor. Butun dunyoda savolingizga javob borda. Ateistlar Majbur emassiz. Siz hech narsaga ishonishga majbur emassiz. Shayton yo'q narsa. Shayton bo'lganda u haqiqatdan kelib quloqingiz tagida gapiradi. sizni ham vijdoningiz yo'q desam xafa bo'lasizmi? Sizni ham vijdoningiz yo'q desam, odamning nima deydi? Nima keragi bor? Biz savollarimizga javob topib bo'lganmiz. Biz savollarimizga javobni bilamiz. Bo'lmasa bermang savol. Nimaga savol beryapsiz? Bizni kim olib, yer bilan bitta qilib ateistlar maymunlar. Butun olam, butun odamzodda bitta hujayradan yaratilgan narsa. 4,5 milliard yillik. Kim yaratgan o'shani? Kim yaratgan? Sizni fikringizga unchalik qo'shilmayman, chunki mana shu jamiyatda yashab yuribmizmi? Mana shu har bir mana shu jamiyatda yashab yurgan fikr sizni atrofingizda o'rab o'tirgan odamlar hisoblanadi. Har bir sizni atrofingizda o'rab o'tirgan odamlarni fikri bilan birda bo'lmasa birda siz duchor kelasiz. Mana shu sababdan har bir odamning fikrini eshitish menimcha to'g'ri bo'ladi. Eshityapmizda, javob beramiz desak, aylantirib tashlashyapti. Demak, ateist bo'lish har kimning erkin tanlovi. Albatta. Biz yana qaytarib aytyapman. Biz musulmon o'laroq shuni o'ng quloqlaring, chap quloqlaringni eshitinglar. Biz- Chunki bizda vijdon yetmaydi. hech kim majburlamayaptiki sizni. Siz hozir Nimaga tushuntirib qilingani yo'q. Allohni sizlar yo'q deyapti, shunga isbot qilib beryapti. Xolos, sizlarni majburlamayapti. To'xtab tursanglar, mahbubiy anaqa yangi paydo bo'lgan xudo. Judayam yosh xudo. Uning imkoniyatlari ham kang yosh xudolarga nisbatan. mahbubiyni anaqa ishlamayapti. To'g'rilab olsa yoki tashqariga chiqib olsa yaxshi bo'lardi. ovozim eshitilmayaptimi meni? Signal ham shu kelmayapti, gapi kelmayapti mahbubiy. Eshitilmayaptimi ovozim endi? Allo, eshitilyaptimi ovozim? Yo'q, meni ajoyib sizlar lol qoldirasizlar-da. Sizlar savol beramiz deyapsizlar, gaplashamiz, meni taklif qilishyapti, kirib savol bersa eshitib turibman, javob berishni boshlasam 5 ta, 3 ta, 4 ta u yoqdan yangi mavzuni ko'taryapsizlar. Eshitilyapti umuman. Mana endi eshitilyaptimi? Yaxshi emas. Endi eshitilyaptimi? Eshitilyaptimi endi? Internet mashina to'g'ri bo'ldi bizniki. Endi eshitilyaptimi ovozimiz? Alo. Wi-Fi yo'qmi uyda to'g'ri? Wi-Fi bor, Wi-Fi'larni ham so'kib yuboraman hozir. Nimaga bunaqa bo'ldi Wi-Fi'larimiz? Yo'q, xudo xohlamayaptimi gapi? Masxara qilmang. Yo'q. Masxara qilmang. Kesatish o'zingiz boshladingiz, o'shancha. Men kesatganim yo'q. Men kesatayotganim yo'q. Konkret gapiryapman. Kirish bilan junubdan boshlaysiz gap. Ha, junubsizlar-ku. Sizlar er-xotin munosabatida ekan cho'milmaysizlar-ku. Siz ham junub bo'lasiz. Oddiy logika bilan olganda. Odam qo'ynaydi to'g'ri. Xullas. surasini 33 marta o'qib, bu ahvolga Xullas, ateistlarning ahvolini, o'zi ateistlarning ahvoli ma'lum. Qaysi savol bilan qolib ketdi. Bosam, men ovozimni o'chiraman. ateistlarning ahvoli ma'lum edi o'zi. Odam ilm fandan, bu mantiqdan gapirmasin. Nimaga gapirmas ekanman? Nimaga? Sizlar hozir vijdon erkinligi, xohlasam maymundan ateistman desalar bo'ladi-yu, men gapirsam bo'lmaydimi? Ateistlarning ahvoli shu. Sizlar madaniy suhbatga ham kuching yetmaydi. Chiqarib olishdi. Bular o'zi savol berib, savoliga javob olar ekan, basharasi ochilib qolayotganligini ko'rgani uchun provokatsiya qilishyapti. 4-5tasiga savol berdirib turishyapti. Javobini olaman desa, endi holat yaxshi tomonga o'zgarsa chiqarib olyapti. Xo'p. Internet vashingtondan ekan. Bunda yaxshi ishlayapti, bu ishlamayapti.
Nechta Wi-Fi? Sizda Wi-Fi bormi hozir? Hammaning uchun uka. 2 dona xolasan, aka. Endi bir ikkiga o'tirasan deganman. 2 ga o'tdik, dabdala bo'ldi. Bir yaxshi ishlatdi. Bir o'tadi. Mana 2 da 4 da o'shyapmiz degan. Hammasi sasib tashlamaydi. Abror aka eshityaptimi o'zi? Eshityapman, lekin sizlar savolga javob bermayapsizlar. Abror aka, gapiring, bu Yosin o'qiyapsizmi deyman. 33 marta o'qib duo qilib oling, ham ishlab ketadi. Bu siz bilan Bahodir Hasan kechagi savoli qolib ketdi ichida. Endi isbotlasin bu, haligi xoinlar olganda videosi turibdi. Nimani isbotlay? Abror aka, Nobel mukofotini. Nobel mukofotini, Bahodir gapiryapti. Nobel mukofotini xoinlarga berilyapti. Yusuf Zay xoin. O'shanga berishdi. bo'pti, qarang, u Nobelni qo'yib turaylik, iltimos, seriyozdan. Nobeldan hozir muhim Olamni 10 mingga yaraganiga. Siz vahima keldi qaytdan. Vahiy emas, tarix bu. Tarix, ilmiy tarix, mantiqiy tarix. Sen bilib o'rganib, tarix. Siz qayerdan bilasiz? Siz qayerdan bilasiz? Sizda inkor bor xolos. Inkor bor, inkori bor, madaniyati yo'q, debatni yaxshi tushunmaydigan, ilmiy saviyasi yo'q odam qanaqa tan oladi, tushunadi. Oy 2 ga yor bersa ham siz, ya bu bo'lmagan gap deydigan toifadansiz. Tahlil qilib bersangiz tushunarli bo'lardi. Tahlil qilishga qo'ymadinglar-ku? deganingiz. Okey. Tahlil qilishga qo'ymadinglar-ku. Sizlarni madaniyatinglarni minglagan odam kuzatib o'tiribdi. Abror aka, men sizga musulmon sifatida hozir bitta sizga savol. Bering savolingizni. Ateistlarning guruhida bering. Savolni bergandan keyin javobni eshitishni ham bilinglar, xo'p? Bering savolingizni. Hop, kecha bergan savolimni yarimidan adminlar o'chirib qo'yishdi. Bering. Gapirdim, gapirish qo'yishdi. Bahodir Hasanovni o'chirmanglar, bering. Savolingizni bering. Yo'q, bular o'chirishgani yo'q, bitta O'chiring mana. Hozir bo'ldi, siz bilan gaplashamiz. Yuqoridagi odamlar atpadayt. Uxladi hammasi. Endi sizga savol. Siz bering savolingizni. Hurmatli so'z berganingiz uchun rahmat. Men sizga musulmon sifatida ikkinchi savol berdim. Yo'q, siz orqa sevarlar sifatida savol berdingiz. Bahodir, orqa sevarlar sifatida savol berdingiz. Men isbotlab berdim sizga. Nima jamiyatni kelajagi uchun, jamiyat kelajagi uchun qayg'urgan va orqa sevarlarga kiradimi? Qayg'urgan ko'rinadi. Orqa sevar ham chiqib olib shunaqa dedi. O Miraziz Bozorov ham jamiyat uchun qayg'uryapman, millat uchun qayg'uryapman dedi. Agneshga ham kelib shunaqa dedi. Jamiyat uchun qayg'uryapman, millatni dedi. Tushundingizmi? Bahodir Hasan, savolingizni bering. Bering. Savolingizni bera qoling. Hapsi bor, cho'zib oling. Men sizga aytayman. Gapni cho'zmasdan savolni bering. Kechagini kecha nima bo'lgani bizga muhim emas. Savolni bering. Savol bering. Bo'pti. Millatimiz arab madaniyatiga tanqid qilayotgani bu noto'g'ri narsa emasmi? Qachongacha masalan o'zimizning madaniyatni, o'zimizning tarixni unutamiz edi. Arablarning madaniyatiga qiziqib, ular o'zimizning madaniyatni umuman esdan chiqaraveramiz. Bu orqa sevardan gapirmi yo'q, bo'lmasa orqa sevarlar degani kimni nazarda tutasiz? Orqa sevar degan bo'ldimi savol? Men filologman deyman sizga. Filolog degani orqa sevar deganimi? Yo'q, hozir siz nechta savolni beryapsiz-da, hammasiga menga bitta javob ber deyapsiz. Qaysi savolingizga javob beray? Shu arablar haqida bizga javob bera qoling. Arablar haqida bir savol berdi-yu. Xo'p, arablar tarixini kim qiziqyapti ekan? Men qiziqolmayman. Siz qiziqsangiz boshqalarda nima ayb? Biz arablar tarixiga qiziqayotganimiz yo'q. Biz dinimizni, islom dinini arab tilida nozil bo'lganligini hisobidan arab tilini o'rganamiz. Lekin biz islom dini faqat nimaga eshitmaysiz? Nimaga eshitmayapsiz? Qani sizda madaniyat, qani filolog? Qani filolog kecha ham shunaqa qilganingiz uchun odamlarning jahli chiqdi. Sizga javob beryapman. Filologlarni aytmadim. Yolg'on gapiryapsiz. Filologlarni aytganim yo'q. Siz filolog bo'lishingiz mumkin, lekin sizning savolingiz orqa sevarlarning savoli. Javob eshitasizmi yo'qmi? Gapiring, eshitaman. Hech kim arab tarixini o'zbeklarga tiqishtirishga haqqi yo'q. Men ham qarshiman unga. Hech kim o'zbek xalqini arab parast qilishga haqqi yo'q. Agar siz mana shu gapda nimaga sizlar arab parast qilyapsizlar O'zbekistonni desangiz, tuhmat qilyapgan bo'lasiz. Bu provokatsion savol va bu savolni asosan bizga orqa sevarlar berdi shu kungacha. Biz nima uchun arab tilida Bu yerda orqa sevarlik. orqa sevarlar? Miyasiga o'tirib qoldi. Yo'q, ateistlarning aksariyati orqa sevar-ku. Ko'rsa kerak deb o'rgataman. Musulmonlar orasida yo'q, masalan, to'xtaydi mana. Islomda yo'q. Orqa sevarlik. Islomda yo'q. Bu so'z bilan
Ko'rdinglarmi madaniyatinglarni? Savol beryapsizlarda, javob eshitishlikda davlatlarda bu odatiy hol yosh bola bilan shu ishni yo'q, o'ldiradi. Eronda qo'lga tushsa o'ldiradi. tutayotgan bo'lsangiz. Uni nazarda tutayotganim yo'q. Siz orqa sevorga savol qilib, o'zingizni madaniyatlik ko'rsatmaymiz, bilib turamiz gap so'zingizdan kimligingiz. Yo'q, siz bilasizmi, bilmaysizmi? Savol bergandan keyin javob eshitishi madaniyati bor-da. Sizlarga tegib ketayotgani uchun jittillayapsizlar. Jittillamasdan eshitinglar oxirigacha. Bahodirmi kim? Bahodirga javob beryapman men. Eshitinglar. Arabparastlik qilish bizda yo'q. Biz o'zimizni tilimizni, madaniyatimizni, o'zligimizni, tariximizni har doim millat o'ngida yoritib borish kerakligini aytamiz. Arabparast degan gap noto'g'ri narsa. Arabparastlik, arablar Qur'on arab tilida nozil bo'ldi. Arab millatiga nozil bo'lgani yo'q. Lekin Qur'onning tatbiqi, haqiqiy mohiyati boshqa o'lkalarda ochib berildi. Xosatan hadis bo'yicha Imom Buxoriy qayerdan chiqib keldi? Bizdan chiqib keldi. Fan masalalarida Beruniy qayerdan chiqib keldi? Farobiy qayerdan chiqib keldi? Bir gap aytaman, agar Turkiy xalqlar arab tugul hech narsa qilmadi, sizda arablar madaniyati ham bir nimasi ham yo'q. Turkiy xalqlar islomni qabul qilmaganda yer yuzida islom dini tarqalmasdi. Buni nima aloqasi bor? Chunki islom dinini asosan biz tarqatib Islom berganmiz. dinini mana bu Osiyodan chiqqan Turkiy xalqlar yoygan. Buni hamma biladiki, demak boshqa ilmni tashimagan arab. Demak arabparastlik, arab tarixi degan gaplari tuhmat ekan. Bahodir, o'zingizlar isbotladinglar. Yo'q, arabparast deyishdan Siz hozir aytayotgan gapingiz bilan ko'chada bo'layotgan voqealarni juda ham katta farqi bor-da. Siz hozir mana qarangda bitta narsa. Siz o'zingizni kim sifatida hozir aniq qilasiz? Bloger sifatidami yoki kim sifatida aniq qilasiz? Aniq qilasiz nima degani? Aniq qilasiz degan nima degani u? Men musulmonman. Musulmonman. Islom. Yo'q, men bloger emasman. Men musulmonman. Islom ta'limoti. To'xtang, Instagram, YouTube'ingiz bormi? Kanallaringizda odamlar soni ko'pmi? Qanaqa siz bloger bo'lmaysiz? Qanaqa bloger bo'ladi? Kim aytdi bloger deb? Yo'q, qarang, internetda mana sizni auditoriyangiz juda ham katta. Katta bo'lsa bloger bo'lib qolmaydi-yu. Kim bo'ladi? Sohani mutaxassis. Men Sohanimi, tarixmi, falsafami? Qaysi yo'nalish bo'lsa oliy ma'lumotingiz bor mana shunga. sizlar hozir qiziq bo'lyapti-da, mana savol beryapsizlar, javob berar ekanman, yarmidan kirib bittaylar yana xalaqit qilyapsizlar, ikkinchilar xalaqit qilyapsizlar. Yo'q, nimaga javobni eshitish kerak-ku? Qani sizlarda tolerantlik? Qani tolerantlik qani? 1 soat gapirganim yo'q-ku, menga 5 minut savol beryapti, 5 minut javob beryapti. Qanaqa katta ko'p gapirdim. Sizni profilingizni kuzatdim, o'sha yerda sizni. Nimaga javob eshitmaysiz, Bahodir? Nimaga javobni nimaga eshitmaysiz, Bahodir? Hozir sizga savol bersam, yarmiga Mani ayblayapti. Siz javobingiz bilan mani ayblayapsiz, tuhmat qilyapsiz menga. yo'q, siz tuhmat qilyapsiz. Qani arabparastlik qilganmiz? qildilar boshidan. Qani? Sevarlar dedilar. Orqa sevarlarni savolini berdi, isbotlayapman. Yo'q, orqa sevarlar. degani emas. Aksariyati orqa sevar. Ateistlarning aksariyati orqa sevar. Isbotlab beraman. Isbotlab beraman. Diniy tushuncha bilan bu sekulyar orientatsiyani farqi bor. Musulmonlar madrasada bir-birini itarib yurgan. Bu 100 yil oldingi tariximizda ham bor. G'afur G'ulom Qodiriyda asarlari shu yoritib berilgan bular. Agar suhbatni yozayotgan bo'lsangiz, menga siz tuhmat qildingiz demayman. Mani shaxsiyatimga tekkanligingiz uchun. Kimsiz siz shaxsiyatingiz? Kimsiz? Shaxsiyatingiz kim sizni? Men O'zbekiston Yo'q odamsiz siz. Siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, sudga bering. Yozuvda turibdi, sudga bering meni. Normal odamlar gaplashmaydi, bu beparasat odamlar. Beparosat? siz menga to'g'ridan Savol javob qilaylik, bu savol beray, urushdan qilmayman, bitta savol beray. Savol bermang, kerak emas. Savolingizni javobini Google bor, boshqasi bor, izlab topa olasiz. Nachak. Domla ochiqchasiga provokatsiya qilyapti. Nima? Orqalaringdan to'xtab turing. Provokatsiya? Bal yig'yapti. Ahmoq bo'lmanglar. Bu narsaga tushmanglar. Baliq emas. Faqat domlayapti. Savol bermang, kerak emas. Odamlar bir o'ylab ko'rsin, miyasiga borsin deb savol bermoqchi edim. Faqat domlaga emas. Beringlar, savol beringlar. Bittangiz gapiring, ovozini o'chiring. Bahodir Hasan terib turasizmi? Umuman eshitib bo'lmayapsizlardi. Sizlar savol berib javobini eshitasizlarmi, yo'qmi? Qanaqa odamsizlar? O'zi odam. Qiziq emas. Yo, sizga aytmayapman, sizga. Islom dini qizig'i yo'q. Yo, savol berishyapti-da. Savol berganlarga javob berishimiz kerakmi, yo'qmi? Nima uchun keldingiz? Mana zo'r savolim bor sizga. Nima uchun biz mana shu chatga qo'shildingiz? Mana shuni men bilmoqchiman. Chunki taklif qilishdi.
Nima deb taklif qilishdi? Mana Sizlar ahmoq, ularga Allohni taniting deyishdi. Yo'q, bahsga mana shu chatga kiring deyishdi. Bahslashib nimani hal qilamiz? Domla, biz O'zbekistonning muammolarini hal qilmasak, birorta Amerika ochmayotgan bo'lsak, bitta davlatda yashab turib bir-birimiz bilan urushamizmi? Yo'q, Bizda vaholanki ta'lim bor. kim aytdi bahsga urushadi deb? Ilmimiz ko'paymasa, nima bo'lmasa, nima keragi bor? Behuda vaqtimiz ketadi, megabaytimiz ketadi, va kompaniyalarni boy qilamiz chet elliklar. Bizga nima foydasi bor? Xo'p, sizga foydasi yo'q. Sizga foydasi yo'q, lekin ko'pchilikka foydasi borligini ko'pchilikka foydasi borligini aytib beraman. Sizga foydasi yo'q. Nima foydasi bor? Savol berdingiz, javob beraymi? Musulmonlarga foydasi bor, lekin ateistlarga nima foydasi? Yo'q, ateistlarga ham foydasi bor. Ateistlarga qiziqib turganlarga ham foydasi bor. Javob beraymi? Eshitasizlarmi? Qani madaniy suhbat. Maqsad nima? Maqsad ateist guruhlariga qay darajada saviyasiz, qay darajada g'oyri anti ya'ni tolerant odamlar yig'ilib olganini ko'rsatish. Anti tolerantlarni ko'rsatish. Ahvolinglarni hamma ko'rib turibdi. Majbur bizni tolerant bo'lgani? Yo'q, majbur emassiz. Siz maymunga ham turmushga chiqavering. Men majburlayotganim yo'q. Ko'rsatyapman odamlarga. Odamlarga ko'rsatyapman. Mana maymunga turmushga chiqishni istaydigan darajadagi odamlar, orqasevarlar, mana shularni ko'rsatyapman. Bu foydasi bor. Qiziqib turgan odamlarga ko'pchilikka foydasi bor. Juda ko'p odamga foydasi bor. Avvalgi bahsdan keyin taxminan 20 ga yaqin bola menga yozdi. Ular aytdiki, ateizmning botqog'iga botishimga ozgina qolgan ekan. Rahmat, tashakkur deyishdi. O'ylagan narsasi nutqiga ko'chdi. Nutqizga ko'chyapti, ko'rib turibmiz. Qizchasimi, nevarasiga bir 60 yashar odamdan sovchi kelsa qanday reaksiya qilar ekan? Mana shu ham Keling shu mavzuni keling. Qizingami 9 yasharda kelsa, hali aqli rivojlanmagan, o'zini tanimaydigan qizchaga 50-60 yashar boboy kelib uylanmoqchiman, ko'ngil qo'ydim desa, men eshitib turganlarga ham savolda o'sha primoylarga. Qanday reaksiya qilasan? Uyingga keldi. Vaholanki bunga din ruxsat bergan. Din ruxsat bermagan. Kim aytdi ruxsat bergan deb? Kitobda bormi? Balki turmushga bering degan joyi. Yo'q, unaqa joy yo'q. Unaqa joy yo'q. Juda 9 yoshda voyaga ana nima Xohlagan paytda erga berib yuboriladi, domla. Yo'q, qayerda bor shunaqa? Islomda yo'q u. Nimaga nikohda qizdan so'raladi? Savol sizga. Shariatda nikohda qizdan so'raladi. Siz shu odamga turmushga chiqishga rozimisiz? Hech qachon islomda unaqa gap yo'q. Xalq majbur emas zombi bo'lgan. Shariatda yo'q unaqa gap. Shariatda unaqa gap yo'q. Sizlar shariatni bilmaysizlar. Sizlar orqa sevarlar yozib bergan narsani islom deb o'ylaysizlar. 9 yoshli qiz nimaga beradi? 9 yoshli qiz haqida men bahs qilishga tayyorman, lekin savol berib javobni olmayapsizlar. Sizlarga o'sha LGBTni tarafdorlari yozib bergan narsani o'qib beryapsizlar. LGBT tan oldingiz. Rahmat, tan olganingizga. Rahmat, tan olganingizga. Anaqasi kontorasi yozib berganda, to'g'ri, mas'ullar shohli. Qanaqa mas'ullik? Dollarlarda olyapmiz. Qanaqa dollar olasiz? Sizlar men hayotda ko'rgan o'zbek ateistlarini singari hayoti xor odamni ko'rmaganman. Deyarli hammanglarning hayotinglarda iztirob bor. Voy, bu pashshani gapi juda ham muhim debzaga bor. Rosa tegib ketdi. O'zi bilamiz kimligini, xafa bo'lmaysizlar. U nenormal odam. Buni qo'liga o'zi ko'rsatish, psixiatrga ko'rsatish kerak buni. Bu tupi yalab yurgan odam. Bu tupigini ham yalayman degan odam. 9 yoshli qizni xohlasa o'sha 60 yoshliga ham beraveradi shariat bo'yicha. Qani shariat bo'yicha? Moslashib ketilgan bu odam. Qani shariat bo'yicha? O'sha shariatda yozib qo'yilgan. Qani yozib qo'yilgan? 9 yoshda berilsin deb. Qani qayerda berilgan? Keltiring. O'zingiz bilmaysizmi o'zingiz? Yo'q, men bilganda unaqa yozilmaganda, sizlar tuhmat qilyapsizlar. Nima deb yozilgan? Nima deb yozilgan? Aytingchi, qayerda? Yo'q, sunnat emas. Musulmonlar sunnatga uylanmaydimi? Sunnat emas. Yoki Afg'oniston yoki boshqa. Qanaqasiga sunnat emas? Sunnat emas. Ruxsat berilgan-ku, to'g'rimi? Yo'q, 9 yoshga turmushga bering degan buyruq yo'q, ruxsat unaqa yo'q. Shariatda yo'q unaqa narsa. Nima bo'ldi? Onangizni eslab qoldingizmi? Bu onangizni eslamay bu ko'pchilik ichida. Ateizm esladim. Xullas, Facebookda 1000 ga yaqin odam kuzatib turibdi. Instagramda 1,5 mingga yaqin odam kuzatib turibdi. Hech qachon ruxsat berilmagan. Olganda bu suhbatdan mana shu o'zimcha endi chiqarib oldi. Xo'p, aziz birodarlar, biroz yastanib yotganim uchun sizlardan uzr so'rayman. Bemalol o'tiraveray dedim.
umumiy ateistlar to'g'risidagi xulosalar oldin ham kifoya edi. Ora-orada nima deb gap bo'lganida, sizlar boshqa guruhga kirib ularga so'z bermadinglar dedi. Qanchasini savol-javoblarni ko'rdik. Endi bir kishi meni tashlagan ekan. Taklif qilib kirdim. Kirib ko'rdinglar. Savol beradi, madaniy javobni eshitib turganda ularni siri fosh bo'lib qolgan ehtimoli bo'lsa, darrov boshqa tomondan hujum qilishadi. Bu haligi tergovchilarning ishi bor. Bechora bir mazlumni olib kirib olishadi-da, savol berib, javob bersa ikkinchi savol beradi, javob bersa uchinchi savol beradi. Ruhiy bosim o'tkazadi. Ruhiy bosim o'tkazmoqchi menga. Menga ruhiy bosimlar o'tmaydi bularni. Ba'zi yaqinlarimiz aytdiki, kerakmi shular bilan gaplashish deyishdi, gaplashmagan deyishdi. Lekin avvalgi suhbatimizdan keyin 20 ga yaqin ukalarimiz, yosh bolalar ateist guruhlarining o'sha tuzog'iga ilinish arafasida turganini va o'sha suhbatdan keyin voz kechib botqoqdan qutulganligini menga e'tirof qildi. Menga shu yutuq muhim. Mana shu yutuq muhim. Meni qo'ying shaxsimni. Men shu millat uchun bir xizmat bo'lsin deb qilyapman. Va inshaalloh ko'rdinglar, o'zlarining guruhlariga kirsak ham ahvol shu. Provokatsiya qilishadi, savol berishadi. Islom haqida mutlaqo o'sha kimlardir yozib bergan narsani yodlab olishgan. Google'dan qidiradi, ateistlarni yoki missionerlarni islom haqidagi tanqidiy gaplarini o'qib olishgan. Ha, islom shunaqa deydi. Savol berayotganda 9 yoshli qizni berishga buyurgan islom deyapti. Qayerda buyurgan? Ko'rsat desangiz ko'rsatolmaydi. Ko'rsatolmaydi. Chunki unaqa narsa yo'q. Qayerda aytgan? 9 yoshli qizni ber deb. Avval ham aytdik, har bir jamiyatda qizlarni balog'atga yetish yoshini o'sha joy belgilaydi, joy. O'zbekistondamiz, bugun mana hozir O'zbekistondagi qizlarning aksariyati 15 yoshda balog'atga yetadimi? Bizni muxtasar ruqoyada turibdi. 15 yosh balog'at yoshi. Yetdi. Endi bizda hozir O'zbekistonda qonunchilikda 18 yoshdan nikohlasin deyaptimi? Ha, deyapti. Islom musulmonlar hozir 18 yoshdan oldin nikoh olayotgani yo'q. Qonunga amal qilyapti. Nikoh shar'iy mahkama sifatida qabul qilinaveradi-yu, uyga olib borib yashashlikka 18 yoshdan oldin uylanmayapti O'zbekistonda. Yolg'onchi bular, yolg'onchi. Amerikada boshqacha, Angliyada boshqacha, Xitoyda boshqacha. Musulmonlar yashayotgan joyga qarab, Afrikada umuman boshqacha. Afrika issiq o'lka, 9-10 yoshli qizlar va katta ayolga o'xshab qoladi. Va hatto Afrikada ayollar xatna qilinadi. Shu narsani biroz to'xtatish uchun. Ayollar xatna qilinadi issiq o'lkalarda. Nima sababdan? Ularda urf, shariat buyurmaydi-da, urfiy balog'atga yetishligini kechiktirish uchun. Shu masalada biroz sizlar bilan jinnixonani ko'rsatish uchun ko'rsatdim. Endi jinnixona hammaga ko'rish shart emas. Robinzon Kruzoni jumasiga o'xshaydi bular, Jumaboyga. O'zi yashayotgan orolni butun dunyo deb o'ylaydi. Vaholanki katta-katta boshqa qit'alar bor, katta boshqa joylar bor, ularni ko'rmagan. Jumaboy, meniki, seniki ketadi qilib yuraveradi bular. Jumaboylar. Jumaboy ham bularga biroz isrof ism, chunki bizda Jumaboy, Juma ismida ajoyib insonlar bor. Juma kuni ko'rishgan uchun Jumaboy deb qo'ygan. Bularni nima deyish kerak edi? Shanbaliklar deyish kerak. Shanbaliklar. Xullas birodarlar, sizlarni zeriktirib qo'ymadik degan umiddamiz. Endi suhbatimizni yakunlaymiz. Alloh nasib qilsa, yana yangi suhbatlarda sizlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar. Subhanakallahumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastaghfiruka va natubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.